Так, продолжу. O'zbekcha gapiray. Дошло всем o'zbekam. Xullas, ja bo'lmasa o'zbeklarga maslahat, bu maslahat miskinlarga, boylariga emas. Boyvachchalar вообще заткнитесь нахуй. O'zbeklarning boylari нахуй. Как это, блядь, nimanidir xoyami deydi-yu. Xullas, amigaskiga. Ashu o'zbeklarning boylari yaxshi odam bo'lsa edi, da вообще любой millatda boylari yaxshi odam bo'lsa edi, amigasiga ashu rab bo'lib, блядь, Moskvaga borib ishlamas edi o'zbeklar. Ko'cha shipirmas edi. Xoyamlar, o'zbeklarning boy xoyamlari, tojiklarni ham, qirg'izlarni ham hammasini nahvoy. Вот поэтому нужно понимать это. O'shinga men nima deyman? Hozir продолжу. Просто qisqa videolar olyapman-da.